Bunaqa ayollar farzandlarini qoriya bo'lishini kutmasin. Hozir o'zini baxtsiz his qiladigan ayollar juda ham ko'payib ketgan. Qatga qaramay siqilgan, yig'lagan, voy meni erim baxtsiz qildi deb baxtsizligini jar soladigan ayollar ko'payib ketgan. Voy, menda shaxsan unaqa fikr yo'q. Men ibodatlarim mustahkammi, zikrim mustahkammi, men Alloh bilan yaqinmanmi, demayman baxtli ayolman. Og'zimni to'ldirib shu narsani ayta olmayman. 24 ga 7 eri haqida o'ylaydi. Qatga ketdilar, nima ish qilyaptilar, kim bilanlar. Bunaqa ayollar farzandini qoriya bo'lishini kutmasin. Imom Buxoriy yoshlik vaqtlarida ko'r bo'lib qolganlar. Ularni otasi vasiyat qilgan, olim bo'lishini, farzandim olim qilgan deb dunyodan o'tib ketganlarda ona butun hayotini, hatto 30 yil ko'rmaganlar Imom Buxoriyni. 30 yil umuman butun hayotini farzandini ko'rmasa ham, lekin uni olim bo'lishi uchun harakat qilgan inson. Nimaga bizdan qoriya olimlar chiqmayapti? Chunki bizani ayollarning fikri, o'ylashi faqat eri.